Ona jinoyatchi tug'maydi. Ona avliyo tug'maydi. Ona bola tug'adi. Xuddi shuni singari bu kishimi ham onalari bola tuqqan. Shu 2 kilodir, balki 3 kilodir, bilmaymiz endi kilosini. Shu obichniy odam tug'ilgan. Lekin Amir Temur sarkarda bo'lib tug'ilmadi. Ibn Sino medik bo'lib tug'ilmadi. Ulug'bek astronom bo'lib tug'ilmadi. Al-Farg'oniy matematik bo'lib tug'ilmadi. Imom Buxoriy muhaddis bo'lib tug'ilmadi. Burxoniddin Marg'iloniy faqih bo'lib tug'ilmadi. Odam bo'lib tug'ildi bular. Lekin bular shu yetuk o'zini yo'nalishida dunyoda 10 talikda turadi, hammasi. Dunyoda, u tumanida, qishlog'ida emas. Dunyo, yer planetada hozirgacha ulardan zo'ri yo'q. Ulug'bek bobomiz 30 sekund kami qanchagadir adashgan xolos.